Let's start. Here we go. Salom hammaga. Bugun Bitcoin. Bugungi mavzumuz Bitcoin. Bitcoinni qachon sotib olish mumkin va qachon sotish mumkin? O'shani batafsil uzoq muddatli ko'rib chiqamiz. Uzoq muddatli texnik analiz, faqat texnik analiz ko'rib chiqamiz. Fundamentalni aralashtirmagan holda. Xo'sh, hozir oylik time frame'da hozir oldingi video S&P 500 ni analiz qilganimizdek, bu Bitcoinni ham o'shanda analiz qilamiz. Prosta shedevr joylaridan keyin sotib olsa bo'ladi. Albatta, xudo xolasa ishlaydi degan umiddaman. O'shanga ko'zim yetyapti. O'shaning uchun qo'llab-quvvatlab tursangizlar bo'ldi. Obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar. Izohlarda savollaringiz bo'lsa qoldiring, javob beramiz. Va bugun darsni boshladik. Bitcoinni qachon sotib olish mumkin? Umuman olganda kriptovalyutani qachon sotib olish mumkin? Birinchidan hozirda Bitcoin juda katta qulashda, o'sha 125 mingdan 126 mingdan qulab kelyapti. Hozirda sotib olish tavsiya bermayman. Bir necha oy davomida, bir necha oy bo'ladimi, 5-6 oy bo'ladimi, xullas hozircha sotib olishni maslahat bermayman. Hozir texnik analizini ko'rib chiqamiz. O'sha S&P 500 da qilingandek, o'zi hamma grafik mana shunaqa ishlaydi. O'zi grafikni tushunsangiz, o'sha biroz bozorni o'qish osonroq bo'ladi. Hozir o'shani ko'rib chiqamiz. Mana masalan, o'sha mapdagi kuchli o'sish 20-21-yillardagi o'sha kuchli impuls boshlangan nuqtani o'shani biz oddiy kubikka oladigan bo'lsak, boyagi o'sha o'tgan videodagidek kubikka olib turib, biza keyingi o'sishga qo'yadigan bo'lsak, keyingi o'sishga qo'yadigan bo'lsak, deyarli ozgina qolgan, deyarli o'shancha yurib bergan. Mapdan qo'yadigan bo'lsa, deyarli o'shancha yurgan, mana minimumdan qo'yadigan bo'lsa va o'shani yana minimumidan keyingi ozgina qulagandan keyingi o'sish boshlanadi-yu, mapda o'sib ketdi. Qattan masalan maplarga o'sib ketdi. Mapda turibdi, masalan 80 ming, 90 mingga chiqib ketdi. Qayerdan reaksiya olamiz, qayerdan reaksiya kutish mumkin degan paytda mana shu zonalardan oladigan bo'lsak, mana shundan birozuncha 100 ming, 108 ming mapda kichik time frame'larda mana shu zonaga chiqqandan keyin 103 ming va 110 ming oralig'ida signal beradi. O'sha kichik time frame'da signal beradi. Va undan keyingi o'sish, mana rona. Undan keyingi o'sish deyarli minimumidan maksimumgacha, deyarli o'shanda mana 126 ming, mana deyarli o'shanda. Biz endi qatdan sotib olamiz. Qatgacha quliydi. Biz buni ham mana o'sha kuchli impulsdan keyingi kuchli o'sha qulash bo'ldi-yu 2022-2023lar o'rtasi, mana 2022-yilda o'shani biz
o'shani biz o'lchab olamiz kubikka. Mana o'sha kubik, mana o'sha kubik va o'sha kubikni olib turib mapda qo'yadigan bo'lsak, bizada taxminiy sotib olish zonasi chiqadi. Taxminiy sotib olish zonasi bo'ladi. Deyarli mana shu zona 74, mana 73, 70, mana shu zonalardan biza, mana shu zonalar orasidan albatta biza bayga harakat qilsak bo'ladi. Taxminan mana shunaqa. Biroz mablag' tushishi ham mumkin. Bunaqa qilib keyin bunaqa qilib davom etishi mumkin. Biz hozir shuni kutyapmiz. Taxminan shunaqa. Biz hozir kutayotgan narx, bizada sotib olish narxi mana shu narxlar. Eng kuchli sotib olish narxlari. Mana shu narxlarda 69, 70 o'zi boshlanadi mabda 72, 73 dan 66 gacha. Agar undan ham tushib ketadigan bo'lsa, mana bu narxlar orasida 54, 56 narxlar. 53, 57, 58 narxlar orasida. 53, 58 narxlar orasida. Xuddi mana shu narxlar orasidan biza boyga impuls kutsak bo'ladi. Boyga mana shu boyga yana o'sishni kutsak bo'ladi. Xuddi mana yilda o'sgandek, bu 2027-2028 yillar, bu 2 yil davom etishi mumkin. 2 yil davom etishi mumkin. 2 yil 28 mana 26 yilni mana o'rtalarida mana agar tushib kelsa, mana shundan agar signal olamiz, tasdiq olamiz, tasdiq olgandan keyin albatta texnik tasdiq bergan paytda o'shanda sotib olib uzoqroq muddatga ushlab tursa bo'ladi. 27-28 yillar davomida biza kriptovalyuta Bitcoinni ushlab tursak bo'ladi. Endi buni taxminiy biza qatgacha o'sishini va qatgacha ushlab tursak bo'ladi desangizlar, hatto taxminiy mana shu mana shu zonalarga mana shu zonalarga chiqqan va mana shu zonalar taxminan mana shu kattalik bo'yicha mana katta o'sish bor mapdagi oxirgi katta minimumdagi oxirgi katta o'sishdagi keyingi minimum hosil bo'lgan katta minimum va umumiy o'sgandagi holatni biza mapda qilib olib qo'ysak, mana to'shni mana shunday keladi. Yo mapdan qaytsa 70lardan qaytadigan bo'lsa mapdan qo'yamiz minimumdan. Agar mapda 55, 54 lardan qo'yadigan mana shundan qo'yamiz va taxminiy yurish darajasi mana 165, 170 larga to'g'ri keladi. Bu deyarli 2027-2028 yil orasida keyingi 2 yil davomida bo'ladi. O'shani eslab qo'yinglar do'stlar va bugungi sanani eslab qo'yinglar. Mana 2026-yil 1-oyning 25-yanvari 2026-yil va hali ko'rasizlar 2027-2028 yilda xuddi mana shu holat bo'ladi. Deyarli 170 ming bilmaymiz. Men aniq kim biladi, mabda minimumga tushib ham ketishi mumkin, 20 mingga tushib turib undan keyin ketishi mumkin. Endi buni tasdiq olamiz, texnik tasdiqdan keyin o'sha payti o'sha zonalarga kelgan payti o'sha texnik tasdiq olganimizdan keyin undan keyin bo'ladi albatta. Va biza bilmadi, balkim 1 yilning ichida 200 mingga ham chiqib ketishi mumkin. Hech kim bilmaydi. O'shaning uchun
bizada hozir taxmin